Minecraftning siz bilmagan sir sinoatlarining real yoki fake ekanligini tekshirib ko'ramiz. To'xtang, videoni ko'rishdan oldin albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bizni juda ham ko'p inson obuna bo'lmasdan ko'radi. Keling shu ko'rsatkichni pastroqqa tushiramiz. Ha aytgancha, keyingi video nima haqida bo'lishini xohlasangiz, kommentariyaga yozib qo'ying. Unda biz videoni boshlaymiz. Xo'p, birinchi sirimiz bu Mansiyada sodir bo'lar ekan. Mansiyada sirli xona nima? Stop to'xtanglar. Xo'p, bu yerni sindirdi va bu yerda nima lava bor? Bunga ishonish qiyin. Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Menimcha mana bu tepalarni qidirsak yaxshiroq. Yo'q, bu yerda yo'q. Xo'sh, yana qayerni qidirsak bo'ladi? Mana bu yerni qidirib ko'ramiz. Xo'p, to'xtanglar, afsuski sindiramiz. Xo'sh, endi bu yerni sindirib ko'ramiz. Hozircha yo'q. Hozir. Ha do'stlar, bu haqiqatdan ham to'xtanglar, bu yerda olmos ham bor ekanmi? Qani buni birinchi sindirib ko'ramiz. Ha do'stlar, bu yerda olmos blok ham bor ekan, mana ko'rib turganinglardek. Xo'sh, to'xtanglar, hozir birinchi navbatda biz blok olib, demak do'stlar, bu 100% o'xshadi. Demak, bunga biz realni bosamiz, ya'ni bu haqiqiy. Bunga 100% ishonsa bo'ladi. Buni haqiqatan ham sizlar topishinglar mumkin. Bu demak 100% real. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Sekin-asta qishloqqa yo'l olamiz va bu yerda temirchining uyi va uni sandig'ini sindirar ekan va uni qazisak qanaqadir xona chiqar ekan. Bunga ishonish qiyin va bu yerda afsonaviy mace bolg'achasi bor ekan. Va bunga ishonish qiyin. Bu bolg'ani topish juda ham qiyin va oddiy bu yerda bo'lishi aqlga sig'maydi. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, mana shu yerni qazib yuboruvdi. Sandiqni ochib ko'ramiz, nimalar borligini ko'rish uchun. Xo'p, mayli, hozir buni sindiramiz va pastni qaziymiz. Yo'q. Bu yerda hech narsa topilmadi, hattoki pastga ham tushib ketdik. Va ikkinchisiga kirib ko'ramiz, balki o'xshab qolar. Hozir hop, sandiqni yana sindiramiz va mana bu yerni qaziymiz. Hop, qani ko'ramiz. Yo'q, bunchalik past qazish kerak emasdi. Xo'sh, endi biz tepaga chiqamiz yana. Hop, endi keyingisiga o'tamiz. Yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Shu oxirgisi. Hop, o'zi boshqasi qolmabdi. Qani buni yana sindiramiz va yana pastga kirib ketamiz. Qani qaziymiz va yo'q do'stlar, o'zi zombilar paydo bo'ldi va bu 100% fake, ya'ni soxta. Demak, bunga biz fake deb qo'yamiz. Bu soxta bo'lib chiqdi. Xo'sh, endi keyingi sirli joyni topamiz va bu portalda ekan. Xo'p, portalda menimcha hech narsa bo'lishi tushunarli. Menimcha bu fake, tushunarli. Xo'sh, yana nima bor ekan yaxshilab ko'ramiz. Ishoninglar, bu juda ham aqlga sig'mas. Bu menimcha 100% fake. Bunga ishonish qiyin. Buncha oltin chiqishi ham juda ham kam. Shuning uchun bu fake deb o'ylayman va buni hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, mana do'stlar, videoda ko'rsatilgan portal, ya'ni joy. Ana endi xo'p, endi nima qilish kerak edi? Ha, bo'ldi. Hozir biz bu portalni sinab ko'ramiz. Portalda rostdan ham shu joy bormi, yo'qmi? Hozir tekshiramiz. Xo'p, bu yerda yo'q, bu yerda ham yo'q. Xo'sh, hech qayerda yo'q. Ko'rinib turibdi. Mana bu narsa ochilib ketdi. Xo'sh, bitta blokni yopib qo'yamiz. Xo'sh, qani endi biz kavlashga kirishamiz. Mana shu yerni kavlagandiga, mana shu yerdan boshlaymiz. Xo'p, qani do'stlar, men ishongim kelmayapti. Ha, bu haqiqatda ham o'xshadi, lekin bu yerda ana u cho'chqa odam yo'q, tushunarli. Xo'p, mana bu yerga yuramiz va bu yerda aytganimdek videodaqa oltinlar bu yerda bor ekan. Tushunarli. Bu yerda o'zi qancha oltin? 23 ta oltin blok bor ekan. Juda ham yaxshi. Demak, bu haqiqatdan ham o'xshaydi. Bunga biz realda qo'yamiz. Bu haqiqatdan ham o'xshadi. Qani endi biz bu yerdan chiqib keyingisiga o'tamiz. Xo'p, endi keyingi sirli xonamiz bu kutubxonada ekan. Bu yerda nima borligini hozir biz sizlar bilan ko'ramiz. Xo'sh, mana bu fakellarni sindiryapti va nima? Shunda mana o'zi kitoblar ochilib qoladi. Do'stlaringizga ulashing. Hozir buni sinab ko'ramiz va bu men uchun juda ham qiziq. Mana kutubxonaga ham yetib keldik. Endi videoda ko'rsatilgandek ishlarni amalga oshiramiz. Xo'p, buni biz sindiramiz. Okey. Hozir mana bu o'rgimchak to'rlarni ham olib tashlash kerak. Yaxshi. Xo'p, endi bunisini ham sindiramiz. Bunisini hozir keyingisiga o'tamiz. Bularni ham sindiramiz. Xo'p, buni sindiramiz va oxirgisi bu o'xshasa juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi va
Yo'q do'stlar, bu yerda hech qanaqa o'zgarish sezilmadi. Xo'p, bu yerni sindiramiz va mana bu to'rlarni ham olib tashlaymiz. Iplarni xo'p, yaxshi. Bunisini ham sindiramiz, yaxshi. Xo'p, endi keyingisini ham menimcha sindiramiz. Xo'p, keyin bunisini ham sindirib olamiz mana. Xo'sh, endi nimadir bo'ldimi shunda? Yo'q, menimcha hech narsa bo'lmadi. To'xtanglar. Nima? Bunga ishonish qiyin. Hozir bunga kirib ko'ramiz. Bunga ishongim kelmayapti. Tepaga chiqamiz. Tushunarli do'stlar, bunga biz xo'p, shu yerda qanaqadir sandiq bo'lishi kerak. Yo'q, bu yerda hech qanaqa sandiq yo'q. Demak do'stlar, bunga biz 100% realni bosamiz. Bu haqiqat ekan. Xo'p, endi keyingilari ham o'xshaydi degan umiddaman. Mayyadir hammasi o'xshayapti. Bunisi ham Warden portali. Tushunarli. Bu yerda menimcha sir sinovda juda ham ko'p. Hozir buni yana ko'ramiz. Xo'sh, mana bu yerda sindirdi va bu yerga kirdi. Xo'sh, nima qilar ekan hozir ko'ramiz va buni pollayapti va o'q otdi. Yo, buni qaranglar. Bu yerda bu tushunarsiz. Bu 100% fake. Bu 100% fake. Bunga ishonish juda ham qiyin. Xo'p, endi biz ana bu narsani topishimiz kerak. Mana bu yerga yurganda adashmasam. Xo'sh, endi bu yerga yuramiz va ana do'stlar, menimcha ana narsani mo'ljallashimiz kerak va uni pollaymiz. Menimcha tegdi. Tegdi shekilli. Yo'q, nimagadir hech narsa bo'lmayapti. Tushunmadim nimaga. Hozir yana otib ko'ramiz. Qani? Hozir va mana aniq deyapti, lekin hech narsa bo'lmayapti. Hozir menimcha videoda mana shu joyda nimadir bo'lishi kerak edi. Hozir buni sindirib ko'ramiz. Qani? Hozir ko'ramiz. Yo'q, hozir. Xo'p, menimcha bu yerda hech narsa yo'q. Mana bedrockgacha yetib keldi. Do'stlar, bu yerda hech narsa yo'q ekan. Demak, bu 100% fake. Demak, bunga ishonish kerak emas. Bunaqa narsa 100% yo'q. Endi bu yerdan sekingina chiqib ketsak ham bo'ladi. Xo'sh, biz yana mansiyaga qaytamiz ekan. Xo'p, bu yerda ham sirli xona bor ekan. Hozir videoni ko'ramiz. Xo'sh, daraxtni oldida ekan, daraxtni kovladi va pastida albatta bu yerda sirli xona bo'lishi kerak ekan. Xo'p, bu yerda to'xtanglar. Jitelar mana shu qaroqchilardan bekinib pastda kun kechirishadi. Bunga ishonish qiyin. Hozir biz buni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, hozir mana topdim. Xo'p, ana endi biz buni sinab ko'ramiz. Xo'sh, daraxtni sindiramiz. Qani? Xo'p, yaxshi. Qani? Yo'q. Bunga ishongim kelmayapti. Hozir buni sinab ko'ramiz va haqiqatda ham do'stlar, bu rost ekan. Rasmlar ham ilib qo'yishibdi. Bu rasm qayerdan kelgan? Yangi chiqqan bo'lsa kerak. Demak, bu 100% real. Bunga ishongim kelmayapti. Sizlar ham tekshirib ko'ringlar. Biz yana end portaliga yo'l olamiz va bu yerni qazidi va nima? Shunaqa joy bormi? Men birinchi marta bunaqa joy borligini ko'rib turishim va eshitmaganman ham. Like va obuna. Albatta like va obuna bosamiz. Xo'p, endi biz buni tekshirib ko'rishimiz kerak. To'xtanglar, hozir buni qaytadan tomosha qilamiz. Xo'p, bu yerni kavladi va pastdan tushdi. Hozir bunga aniqlik kiritamiz. Buni sinab ko'ramiz. Haqiqatan ham bu haqiqatmi yoki fake mi? Hozir buni sinab ko'ramiz. Xo'p, birinchi navbatda mana bu yerni sindirib ko'ramiz va bu yerdan hech narsa topilmadi. Qani? Biz davom etaveramiz. Qani, ko'ramiz. Yo'q, menimcha bu yerda emas. To'xtanglar, hozir biz rejimni o'zgartiramiz. Bo'ldi, o'yinni o'zgartirdik. Xo'p, qani endi biz mana bu yerni ko'rib chiqamiz. Qani? Xo'sh. Hozir har bittasini ichini ko'rib chiqishimiz kerak. Yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q. Bu yerda ham, bu yerni o'zimiz tekshirgandik. Hozir buni tagini ham ko'ramiz va bu yerda ham hech narsa yo'q. Demak, bunga biz fake deb qo'yamiz. Bu haqiqatan ham o'xshamadi va bu fake. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Endi biz mana bu Netherga yo'l olamiz va Netherni oldiga kelib mana bu joyni qaziydi ekan va albatta mana bu yerda qanaqadir sandiqli joy chiqar ekan. Hozir biz buni ko'ramiz va bu yerda yana oltin topib olar ekan. Bunga juda ham ishonish qiyin. O'zi Netherda oltindan boshqa narsa bo'lmasa kerak, shuning uchun ham oltin chiqyapti. Xo'p, buni ham sinab ko'rishimiz kerak, balki bu o'xshab qolar. Qani ketdik. Menimcha mana shularning birida bo'lishi kerak. Misol uchun buni tekshirib ko'ramiz. Qani hozir ko'ramiz va yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Tushunarli va bironta kattarog'ini ko'rishimiz kerak. Bu yerdachi? Ko'rinishidan bu yerda ham yo'qqa o'xshaydi. Bu yerda ham yo'q. Bu yerdachi?
Ha, bu yerda ham yo'q. Bu menimcha fake o'xshyapti, borku bunaqa narsalar kamdan kam uchraydi. Shuning uchun xo'p, qani hozir yana ko'ramiz, balki taslim bo'lmaymiz. Xo'p, bu yerda ham yo'q. Bunisida ham menimcha yo'q. Hozir yana ko'raylikchi. Ha, do'stlar, buni ichida ham yo'q. Xo'p, qani davom etamiz. Xo'sh, bu yerdachi? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Bunisini ham ko'ramiz hozir. Yo'q. Yo'q. Hozir buni oxirigacha ko'rishimiz kerak. Wow, do'stlar, bu hozir oxirigacha ko'ramiz va sandiqning ichida do'stlar, buni ichida yana oltin va shunga o'xshash narsalar bor. Buni sindirib tashlaymiz. Qani yonib ketsin bu yerda. Endi keyingisiga o'tib ketamiz. Endi keyingi videoga yo'l olamiz va bu yerda qovoq. Xo'sh, qovoq tushunmadim, bu yerda ham qanaqadir sirli xona bo'lishi kerakmi? Bo'pti, hozir ko'raylikchi, indamay turib. Yo'q. Bunga ishonish qiyin, bu bo'lishi ham mumkin emas. Ishonish qiyin. Hozir buni ko'ramiz. Demak, shu atrofda ham qovoqlar bo'lishi kerak. Hozir yana qidiramiz. Mana topdik. Xo'p, qani endi biz pastga tushamiz. Xo'p, inventarni ochamiz. Endi buni sinab ko'ramiz. Xo'sh, bu yerga qo'yamiz. Okey. Bu yoqqa va bu yerga. Xo'p, buni o'xshashiga ishongim kelmayapti. Hozir buni sinab ko'ryapmiz. Bu yoqqa va bu yerga va bu yoqqa. Hozir yana ko'ramiz. Xo'sh, qani bu yoqqa? Yo'q, menimcha o'xshamayapti. Qani shu oxirgisi? Qani 1 2 3. Yo'q, menimcha hech qanday o'zgarish yo'q. Bu yerda hech narsa yo'q. Mana ko'rinib turibdi. Demak bu 100% fake. Bunga demak biz fake deb qo'yamiz. Bu o'xshamadi. Mayli, hech qisi yo'q. Keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, yangi videoga o'tamiz. Xo'p, qanaqadir sandiq. Xo'p, hozir yana ko'ramiz. Qani. To'xtalar, bu yerda oddiy sandiqmi? Bu oddiy sandiq bo'lsa kerak. Qani davom etamiz ko'rishni. Xo'sh, bularni olyapti. Tushunmadim nima bo'lyapti hozir. Hozir ko'raylik. Bu oddiy bonus sandiq qo'shilgan ekan. Xo'p, pastda qazyapti va tushunarsiz. Va sandiqning ichida oddiy narsalar bor. Hozir biz buni tekshirib ko'ramiz, balki o'xshab qolar. Xo'sh, yangi dunyoni yaratamiz. Bonus sandiqni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, mana yoqib qo'yamiz va ketdik. Xo'sh, ko'ramiz. Balki bu o'xshab qolar. Xo'p, mana biz kirib oldik. Sandiqnikini hozir ko'ramiz. Sandiq qo'shilgan bo'lsa kerak. Xo'p, mana bu yerda ekan. Xo'p, tushunarli. Hozir buni ichini ochib ko'ramiz. Xo'p, oddiy narsalar bor. Xo'p, endi biz buni sindirib olamiz. Xo'p, tushunarli va pastga qazish kerak. Qani? Xo'sh, ko'ramiz balki va ishongim kelmayapti do'stlar. Qani hozir bu sandiqlarni sekin-asta ochib ko'ramiz. Qani hozir va bu yerda ham temir va yana temir va kiyimlar. Tushunarli. Va bu yerda yana temir va kiyimlar. Xo'p, tushunarli. Bu yerda yana mana bu temirlarni ham olamiz. Va bu yerdan 19 ta temir topildi. Va juda ham yaxshi. Do'stlar, buni sirni bilib oldik. Endi bunga biz realni bosamiz. Bu 100% haqiqiy, bunga ishonsa bo'ladi. Do'stlar, videomiz shu joyda tugaydi va video yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi video tezroq chiqishini xohlasanglar, albatta kommentariyaga yozib qoldinglar. Unda hammaga xayr.